Hajarul Asvad. Payg'ambarimiz aylanib keladi, maqom Ibrohim dediga. Hajarul Asvad eshikka yaqin burchakda bo'lsa, shu eshik tarafda Ka'badan 3-4 metr uzoqlikda, 3-4 metrdan ham ko'proq bo'lsa kerak, 5-6 metr, taqriban 7 metr, 6 metr atrofida. Yaltiroq narsa bor, yaltiroq. Primo efirlarda ko'rilyapti. Shu sariq yaltiroq tillaga o'xshagan narsa bilan o'rab qo'yilgan joy bor. Mana shu maqomi Ibrohim toshni o'rab qo'yilgan mana shu. Uni tavof qilinmaydi. Hojiyalarda ba'zi holatda ko'rib qolamiz. Ana shu sariq narsani silab tavof qilishayotganlarni ko'rib qolamiz. Buni tavof qilinmaydi. Lekin Xudo taolo aytadi: "Vattaxizu min maqami Ibrohim musalla." Maqom Ibrohimda musalla tutinglar, namoz o'qinglar. Mana shu yerda namoz o'qishlik afzal. Endi u yerda bugun namoz o'qishlikka imkoniyat yo'q. Shuning uchun namozni u etaroqda, devorga yaqinroq tarafda alohida joy qilib qo'yilgan maqom Ibrohimda namoz o'qishlik uchun 2 rakat nafil namozi ana shu maqom Ibrohimda chekkaroqda, devorga yaqinroq tarafda o'qiladi.